Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib chatbot yordamida o'sha Instagramda, Telegramda obunachilaringiz yoki potensial mijozlaringizni ma'lumotlarini, telefon raqam, ism va boshqa ma'lumotlarni olishni o'rganamiz. Buning uchun biz chatbot saytiga kirib olamiz. Unda qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish, qanaqa qilib akkaunt ulash, undan tashqari tariflarni o'zgartirishni hammasini oldingi darslarimizda biz sizlar bilan ko'rib chiqqanmiz. Xo'p, biz bu yerda avtomatlashtirishlar tugmasini bosamiz. Bu tugmani bosganimizdan keyin tepada yaratish degan tugma turibdi. Yaratish tugmasini bosdim. Tayyor shablon bo'yicha degan tugma bor. Buni ham bosdim. Xo'p, bizga bu yerda mana misol uchun qaysi avtomatizatsiya kerak? Bizga ma'lumotlarni yig'ish degan avtomatizatsiya kerak bo'ladi. Mana CRM va to'lov degan qismida turibdi. Xo'p, endi biz bu yerda misol uchun botimizni tanlab olsak bo'ladi. Instagram sahifani shunaqa avtomatizatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, Instagram sahifangizni tanlaysiz. Agar Telegram botingizni avtomatizatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, Telegram botingizni tanlaysiz. Keyin endi biz Telegram botda qilamiz buni. Xo'p, shablon qo'shishni bosdim. Xo'p, mana bizani shablonimiz ochildi. Bu yerda hammasi tayyor, matnlargacha ham tayyor. Siz shunchaki ishlatsangiz bo'ldi. Lekin siz mohiyatini tushunishingiz va uni keyinchalik o'zgartira olishingiz, yana ham boyitishingiz uchun sizga birma-bir qaysi blok qanaqa funksiyani bajarishini o'rgatib ketaman. Xo'p, bu yerda bizda mana birinchi bizani xabarimiz o'sha boshlanishi, ya'ni start tugmasini bosgandan keyin bizda ushbu xabar bor edi. Salom, ishlaringiz yaxshimi? Davom etishim uchun ismingizni yozing. Xo'p, bu bor. Bu bo'lgandan keyin mana bu yerda matn. Bu xabardan keyin ismini yozsa, bu yerda saqlab qolinadi. Name tagi bilan saqlab qolinadi. Xo'p. Undan keyin tanishgandan xursandman. Name bu yerda o'sha boyagi bergan ismi qoladi. Davom etsak bo'ladi deb yozib qo'yamiz, kelaylik. Siz bilan bog'lanishim uchun telefon raqamingizni yozing degan xabar birdaniga shu xabardan keyin boradi. Undan keyin mana biz bu yerda harakat tugmasini bossak, xo'p, bu yerda telefon raqami noto'g'ri, uni +998 va o'sha formatda kiriting degan biza qanaqadir agar javob noto'g'ri kelgan bo'lsa, o'sha xabar kiritib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. O'zi bu kiritilgan, o'zgartirmasanglar ham bo'ladi. Xo'p. Bu yerda agar javob noto'g'ri bo'lsa tayyor. Endi agar mijoz o'sha 1 soatda javob bermasa, bu avtomatizatsiya yakunlanadi va quyidagi xabar boradi. Seans vaqti tugadi, qayta urinib ko'ring degan xabar boradi. Xo'p. Endi telefon raqamini ham qoldirgandan keyin bizda ushbu mana ma'lumotlarni tekshiring degan xabar bor. Bu yerda ism deganda o'sha boyagi bu yerda yuborgan ismi, name o'zgaruvchisi bilan va telefon raqam o'sha fon o'zgaruvchisi bilan ushbu xabarda chiqadi. Agar hammasi yaxshi, to'g'ri bo'lsa, to'g'ri tugmasini bosing degan tugma bor. Buni bossa, ajoyib, bizning operatorimiz tez orada siz bilan bog'lanadi degan xabar turibdi. Lekin noto'g'rini bossa, mayli keling, xatolarni tuzatamiz, ismingizni kiriting deb yana boshqatdan ismini kiritadi, keyin telefon raqamini kiritadi. Xo'p, endi biza ishga tushirish triggerini joylab olishimiz kerak. Bu yerda endi biz start tugmasini kiritamiz. Start tugmasi kiritildi. Tayyor. Endi biz bu yerda rasmlar qo'shishimiz mumkin, content qo'shishni bosib turib rasm qo'yishimiz mumkin yoki o'zgaruvchilarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda biz kelaylik, o'zgaruvchini ism deb o'zgartiramiz. Mana tayyor ism degan o'zgaruvchi bor. Endi bu yerga ham biz ismni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Mana pastida ism degani o'zi turgan bo'ladi. Xo'p. Yo'qida ism deb yozsanglar ham shu yerda ism degani chiqadi. Xo'p. Bu yoqda ham biz ism o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Mana tayyor ism deganini qo'ydik. Endi bizani o'sha matnlarimiz ajralib turishi uchun biz bold qilishimiz mumkin yoki qanaqadir boshqa effektlarni berishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun mana ishlaringiz yaxshimi deganini tanlab turib, hop, ishlaringiz yaxshimi deganini tanlaymiz. Bu yerda boldni bosamiz. Mana. Hop, mana biz tanlab oldik, hammasi tayyor. Endi biz buni ishga tushirsak bo'ladi. Buning uchun biz Telegramga o'tib olamiz. Telegramga o'tganimizdan keyin bu yerda startni bosamiz. Mana startni bosdim. Startni bosgandan keyin salom, ishlaringiz yaxshimi? Davom etishim uchun ismingizni yozing degan xabar keldi.
Isroil degan ism qo'ydim men. Mana o'zimning ismimni aytdim. Xo'p. Isroil ismini aytgandan keyin tanishgandan xursandman. Isroil davom etsak bo'ladi. Siz bilan bog'lanishim uchun iltimos o'sha telefon raqamingizni yozing degan xabar boryapti. Endi men telefon raqamimni yozaman. Telefon raqamimni ham yozib qoldirdim. Ma'lumotlarni tekshiring. Ism Isroil, telefon raqam o'sha boya kiritganim 00123456 Xo'p. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, to'g'ri tugmasini bosing degan tugma turibdi. Endi keling noto'g'rini bosamiz. Noto'g'rini bosdim. Endi mayli keling xatolarni tuzatamiz degan xabar turibdi. Xo'p, ismingizni kiriting. Ismingizni kiriting degandan keyin men ismimni misol uchun endi Ismoil deb kiritaman. Balkim boya xato bo'lib men men o'rniga R yozib yuborgandirman. Mana Ismoil, men tanishgandan xursandman. Ismoil davom etsak bo'ladi. Siz bilan bog'lanishim uchun telefon raqamingizni yozing degan xabar kelyapti. Xo'p, telefon raqamimni ham balkim boya noto'g'ri yozgandirman. 998 9 Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7. Endi yubordim. Mana, endi to'g'ri tugmasini bosishim mumkin. Ajoyib, biz operatorimiz tez orada siz bilan bog'lanadi degan xabar boryapti. Mana bizning botimiz tayyor. Endi u qanaqa ishlaydi, ya'ni o'sha daniylarni qayerdan olamiz deyotgan bo'lsangiz, bu hammasi tag ko'rinishida mijoz bo'lib saytimizga kelib tushadi. Bu yerda bizda export tugmasi bor. Shu export tugmasini bosib turib biz bemalol daniylarni mana bu yerda export tugmasi bor. Shuni bosamiz, export tugmasini bosganimizdan keyin yana bir marta bosib akkaunt tanlaymiz va mana bu faylni yuklab olishni bosaman. Mana shunaqa fayl chiqadi. Mana nomeri, raqami, hattoki akkaunt to'g'risidagi ma'lumotlar ham hammasi chiqadi. Xo'p. Mana taglarigacha hammasi bor. Umuman olganda bu sizni o'sha mijozlaringizni, umuman obunachilaringizni ma'lumotlarni yig'ishingizga yordam beradi. Har bir darsda o'sha sizga qiymat berishga harakat qilyapmiz. Hammasidan foydalanib ko'ring. Hammasidan foydalanib Instagramingizni, Telegramingizni, umuman hayotingizni avtomatlashtirayotgan bo'lsangiz, biz shunchaki bundan xursand bo'lamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.